Hayajon avjida. Shiddatli o'yin. Jarima zarbasi. Gol! Hissiyotlarni jilovlab bo'lmayapti. Men Nurimbetova Muslima Ravilovna Navoiy viloyatining Konyameh tumanida tug'ilganman. Hozirgi kunda 20 yildirki Farhod madaniyat saroyining xonandasi lavozimida ishlab kelmoqdaman. Kimdan chiqdi g'oya qatnashish kerak degan? O'rtog'im iste'dodingiz bor, bitta qatnashib ko'ring dedi. Qani u o'rtog'ingiz o'zi? Ishda uni bezovta qilgim kelmadi. Shunchaki sizni hayotingizni o'zgartirib tashlab, o'zi kelmagan ham vaqt ajratmagan. Agar aytadigan gaplaringiz bo'lsa, hozir mana shu kanalga aytib oling o'sha o'rtog'ingizga. Rahmat. Yo'q, rahmat demoqchiman. Bo'lmasam faqat ishga borib kelgan bo'lardim. Hozir esa ijoddaman. Bu juda ham zo'r. Demak, kimdir sababchi bo'ldi va siz bugun ovozdasiz. Ilm olishga va sport bilan shug'ullanishga harakat qilaman. O'zi ketma-ket farzand tuqqanligim sababli ko'proq uyda farzandlarim tarbiyasida bo'lib qolganman. Ancha yil sanatimda to'xtashlik bo'lgan. Bitta farzandim bor edi, ikkinchi farzandimga homilador vaqtimda ajrim bo'lgan va qizimga Down sindromi qo'yilgan. Juda ham qattiq tushkunlikka tushganman va hamma narsa men uchun tugadi degan qarorga kelganman. Kutganman farzandimni. Agar mana shu farzandim sog'lom tug'ilsa, hayotga qaytaman degan maqsad bo'lgan menda. Qizim dunyoga kelgan va sog'lom kelgan. Allohga behisob shukr va o'ylaganman. Demak, menda ikkita farzand bor. Allohim menga ishonib ikkita farzandni bergan ekan. Demak, men bilaman, mana shu yo'ldan o'tib keta olaman. Lekin men bu yo'ldan qanaqib o'tishim kerak? Men boshqa ish qila olmasdim. Sanatim borligi uchun yana boshqatdan san'atga qaytganman va o'z faoliyatimni yana shu san'atkorlikda boshlaganman. Umid qilaman, ovoz loyihasi menga juda ham katta imkoniyatlarni ochib beradi. Men o'zim aytardim, chiqing. Ko'rdingmi, siz gapingizga kirmasdan boshqa, demak sizdan yaqinroq kimdir bor bu odamni. Boshqa tanish o'sha odam tashib berganda, xo'p, nimaga bular aytganda yo'q deb, endi xo'p dedingiz. Men bilan o'zi urishtirib qo'yaman. Mendan kichkina maslahat berish kerak emas menga deyilgan narsa bor-ku. Sen nima o'zingchi menga maslahat beryapsan? Sen maslahat so'ra. Ko'rdingiz qanaqa munosabatda? Yaxshimi endi shu? Demak, qarang, muxlislik qilib, qo'llab-quvvatlab turamiz. Siz xavotir olmang, sizning fikringizni hurmat qilsalar kerak menimcha baribir. Ha, bor-ku shunaqangi, xafa qilib ketmang. Bitta muxlislik qilayotgan odamingiz shu hozir bunday xafa qilmang. Yo'q, xafa qilmang. Omad. Rahmat. Ko'ryapman, juda ham kuchli qo'shiqchilar, juda ham kuchli xonandalar bor. O'zimcha o'yladim, "Ey Muslima bo'ldi. Navoiyga qaytib ketaverasan" degan qo'rquvlar ichimdan qo'rqitib turdi. Lekin Allohga shukr, men Toshkentdaman, poytaxtdaman va ovoz loyihasidaman. Xo'sh. Oh! Samadagi yulduzga qo'lim cho'zib qolaman, men qo'lim cho'zib qolaman. Seni o'ylab kechalar, hayollarga donaman, men hayollarga donaman. Oydin oqshom vaslingda, visolingdan umidvor, tunlar bedor hajringda. Yondiraman, yonaman, yalli yoringman, ko'zlari xumoringman, yalli yoringman, yalli yoringman, ko'zlari xumoringman, yalli yoringman. Goh qanotib qayrilib, ucholmas ko'ngil qushi, ucholmas ko'ngil qushi, firoqlarda ko'zam ham bo'lmadi millayshi, oydin oqshom vaslingda, visolingdan umid bor, tunlar bedor hajringda. Yondiraman, yonaman, yalli yoringman, ko'zlari xumoringman, yalli yoringman. Ko'zlari xumoringman, yalli yoringman. Voy, nimaga?
Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Nimaga aylanmadik? Nimaga aylanmadik? Xush kelibsiz. Xush kelibsiz loyihaga. Xursandman. O'zingizni tanishtiring. Men Navoiy viloyatidan kelganman. Ismim Muslima. Muslimaxon. Xush kelibsiz. Xush Men kelibsiz. ham sizdek ustozlarning yonida kuylashdan benihoya xursandman. Biz anaqa yoshligimizdan Nasib Abdullayevani, Yulduz Usmonovani qo'shiqlarini tinglab katta bo'lganmiz. O'shaning uchun bittagina iltimos qilmoqchiman. Qani? Bilaman, keyingi turga o'tmadim. Paytdan foydalanmoqchiman. Yo'q, unaqa demang. Nasib Mana opa bilan shu jarayonga kelganingizni o'zi katta yutuq. Albatta, Unaqa albatta. demang. Benihoya Barni xursandman. maydon endi. To'ppa to'g'ri, to'ppa Albatta. to'g'ri. Hop, agar imkon bersalaringiz, Hop. mumkin bo'lsa, duet aytsam. qisqagina bo'lsa mayli, a? Qisqagina. Dikildin baharda görüşerdik biz. Bahar geldi gitti, sen gelmez oldun. Dikirdin baharda görüşerdik biz. Bahar geldi gitti, sen gelmez oldun. Bestelere değdi sundu ahdimiz. Hayler geldi gitti, sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun. Elleyim ben, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez Ofarin. Bravo. Bravo, Aferin. bravo. Juda ham yarashdi sizga bu qo'shiq lekin. Yetgandek. Endi aytmoqchi edim. Ha, juda yarashdi. Rahmat, xursandman. Mana shu qo'shiq bo'lganda hamma burilardi lekin. To'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Yo, ijro etgan qo'shiqlari ham yarashmadi deya olmayman. Juda ham kayfiyatlarini ham ushlab olganlar, anaqa qilganlar, lekin o'zingiz ham sezdingiz, eng mas'uliyatli joylarida pardadan chiqib ketganingizni sezdingiz. Uni ham aytmasak ham bilasiz. Ha, shunaqa bo'ldi. O'zi Yulduzxonning qo'shiqlarining hammasida ichki hissiyotni, dardni ifodalab berish juda ham muhim narsa. O'sha narsa bo'lmasa, Yulduzxonning qo'shiqlarini aytishga hojat ham yo'q. Lekin sizda bor edi shu narsa. Lekin pardadan chiqib ketish bo'ldi. Siz tahsil olgansiz, musiqa tahsili. Navoiy pedagogika institutida o'qiganman. Hozirda Farhod madaniy saroyida Musiqa bo'limidami? musiqiy ta'lim. Ha, musiqiy ta'lim bor har holda. Musiqiy ta'limi bor odamga pardalarni ushlash juda ham kerakdan ham kerak narsa. Xullas, omad tilaymiz sizga. Rahmat, charchamanglar. Omad yor bo'lsin. Xo'p, rahmat. Salomat. Sog' bo'ling. Omad. Kelib turing. Davom ettiramiz. Qanaqa bo'ldi? Nimalar his qildingiz? Zo'r bo'ldi, faqat hayajon kuchli bo'lishi shekilli. Bo'ladi, lekin xursandman ustozlarning yonida qo'shiq kuylaganimdan. Ishtirok etganingizdan xursandmisiz? Benihoya xursandman. Rahmat sizga Rahmat ishtirok uchun. sizlarga. Salomat bo'ling. Charchamanglar. Sog' bo'ling.